Ramazan yazmaları 10. bab Bayram yazmaları 2. bölüm Rozadar bilen Ramazanның söhbeti. Ramazan iyi Kur'an tuğulgan ay idi. O rozu tutqıçının aşqazan ve şəhvetiga toxta, mengisi ve qalbiga mang dedi. Rozu tutqıçı qalbimning puti aqsaq, qandaq mağaman, qandaq qilib qaysi tarafga, qaysi yo'lni bo'ylab, qaysi xaritiga qarab, nimaning yo'l ko'rsatishi bilan mağaman deb so'rdi. Ramazan eng cho'ng kuching bo'lgan imondan yordam so'rag'in. Taqvoning o'zi iymonni kuchlantirish emasmi? deb javob berdi. Rozadar qaysi tarafga qarab mangay? Roza Sıratil mustaqimni bo'ylab mang. Mana bu seni abadiy saodatga erishtiradigan yo'l. Boshqa yo'llarga mengib qolmag'in. Bo'lmasa nafsi o'rmonliqingda chilbörlarga yem bo'lasan. O'zligingni yo'qitib qo'yib, palti tegib boqmagan jangalda ezib qolasan. Rozadar Ətrafım qapqaranğı, səpirim hər tərəfini qaranğılıq basqan bir mənzilge toğru kelib qaldı. Bu qaranğıda yolumni qandaq tapıman? Roza, məndən kelgan yoruqluqqa əgəşkin. O, Qur'andır. Qur'an sana yol körstüdü. Peyğəmbər yetken mənzilge sen mi yetib barmaqçı bolsan, Peyğəmbərge yolunu yoritib bergen quyoshqa arqanı qılıb alma. Onun qol çırğı Qur'an idi. Seninkimi Qur'an bolsun. Qalgan iştin ənsirime. Rozadar, səpər üstüdə qaranğı cilgıladın ötümən, dənlərdə konuşumğa toğru kelidu. Kişinin tenini şürkendirdiğen narsalarga duch kelman. Mağa bergidek birer tumarın yok mu? Ramazan, yürkün barğu, o sana yetmemdi. O Allah köksünge asqan jalliq tumar. Hergiz mu yürkünden başka tumar asma. Allah isip koygan qalb tumarını qaraytib etkenler, öldürgenler, mühürletkizvetkenler başqa tumar izleydi. Sen onunla yaxşıraaq qara. Allah'ını yad etip durduğun bir qalb seni yoldaki bütün xatardan saqlaydı. Rozadar, ondaqda bu uzun səpərdə mağa kim yol başlıqçı boludu? Ramazan, bir keçisi məndən özüge vahiy kelgen alemlerge rahmet bolgan Muhammed aleyhisselam yol başçındır. O bu ötkinci dünyada neme üçün iz kaldırıp ketdi deysen? Elbette sıratil müstaqim üstüde mağmaqçı bolganlar mening izimdin mangsun deb iz kaldırıp ketdi. O turup başka yol başçı izdeş aqlga ziyan. Rozadar, bu uzun ve xatarlik yolda özümni qandaq muhafizat qilaman? Qo'limda Hazreti Musa'ninkidek hasam yo'q. Qiyinchilik qalganda ko'rsatadigan bir karomatim bo'lgan bo'lsa, bek yaxshi bo'ladi. Ramazan, kallang yana ilishib ketibdi. Eng cho'ng karomat, istiqomat, to'g'ri yo'l. Buningdan başqa karomat izdigüchilar Karim bo'lgan Allah'ның o'zlarini karim qilib yaratganligini, ondan bir farishta orqali karim, bir elchiga karim, bir kitobni avatganligini unutib qolgan kishilar. Buncha karomat yetmamdi. Rozadar, undaqda qo'limga hech bo'lmasa bir yo'l xaritasi bergan bo'lsang, ezqib qalganda onunğa qaraytdim. Ramazan, Qur'an qo'lingda turib, mendin yana yo'l xaritasi so'ravatamsan. Qaraganda sen meni tushunmagan o'xshaysan.
мәндә роза tutupsan, lekin buning nemini tushundirdiganligini bilib yetolmay qapsan. Xo'sh, Allohga omonat. Rozador yalvurib, meni tashlab ketma, ey Ramazon, meni tashlab etma. Bir yilning kirini, basqan datlarni sen orqali yuyib tozlaytdim. Sen ketib qolsang, meni kim poklaydi? Ramazon, sana bir sir deb beray. Ömrüngning jimi oylari Ramazon bo'lsin. Vahiy menda nozil bo'lishga boshlaganligi uchun muborak bo'ldim. Oylarga sulton bo'ldim. Senmi tirishqin. Vahiy sening qalbingga va hayotingga nozil bo'lsin. Senmi menga o'xshash muborak bo'l. Vahiy mening g'oyam. Vahiyning g'oyasi sen. Sen uchun nozil bo'ldi. Sendagi masala o'zingning qimmatini bilolmay qolganlik. Ya'ni o'zingni tanimay qolganliging. Sen o'zingni tanib yetgin. Rozador Ramazonning so'ziga qoyil bo'ldi. Rozador Ramazonga va'da berdi. Rozador Ramazonga shohidim bo'lg'in dedi. Ramazon shohid bo'ldi. Hayot shohid bo'ldi. Allah shohid bo'ldi. Rozador biz bu jahonga sohib bo'lish uchun emas, shohid bo'lish uchun keldik.